Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda Qurbon hayiti arafasida ehtiyojmand oilalar, bemor bolalar va masjidlar uchun 690 milliard so'm yo'naltiriladi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan ehtiyojmand aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha ishlab chiqilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda O'zbekiston musulmonlari idorasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, mahalla uyushmasi hamda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ishlab chiqilgan chora-tadbirlar haqida axborot berildi. Takliflarga ko'ra, Qurbon hayiti munosabati bilan og'ir va nogironlikka olib keluvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolaga jarrohlik amaliyoti o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, 2,3 ming nafar onkologik va gematologik kasalligi bor bemorni tekshirish, davolash hamda operatsiya qilish, kamida 350 nafar bemorga jigar, buyrak transplantatsiyasini amalga oshirish xarajatlari qoplanadi. Bundan tashqari 8 ming nafardan ortiq yetim va ota-ona qarmog'idan mahrum bo'lgan bolalar, shuningdek xizmat vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan harbiylarning farzandlari omonat hisob varaqalari $200 dan mablag' o'tkaziladi. Taqdimotda 500 ta masjidga tahoratxonalarni qurish va ta'mirlash, qabristonlarni obod qilish, shuningdek yolg'iz, keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash rejalari ham ma'lum qilindi. Mazkur tadbirlarni moliyalashtirish uchun Vaqf fondiga 690 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Prezident ehtiyojmandlarni qo'llab-quvvatlash, bemorlarni davolash va bolalarga yordam ko'rsatish bilan bog'liq ishlar manzilli hamda shaffof tashkil etilishi zarurligini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 21-may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xalqnazarov bilan telefon orqali muloqot qilgandi. Davlat rahbari muftiy orqali Makka shahrida bo'lib turgan barcha yurtdoshlarni Qurbon hayiti bilan tabriklab, ularning yurt tinchligi va xalq farovonligi yo'lida qilayotgan duolari qabul bo'lishini tilagan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.